Nima uchun qon bosimi optimal ko'rsatkichlarda bo'lishi kerak? Ya'ni 120 ga 80, 110 ga 70 mm simab ustunida shunday holatlar bo'ladiki, bemorlar 160 ga 90, 170 ga 100 mm simab ustunida ham o'zini yaxshi his qilib yuradi. Hattoki bir necha yillab o'zini yaxshi his qilib yuradi. Ushbu qon bosimini рабочий давление deb qabul qilgan bo'ladi. Bunday holatlarda men shunday tushuntiraman. Har bir a'zoyimizning, shu jumladan yurak qon tomir tizimining ham o'zining resursi bo'ladi. Ya'ni manbasi, bu resurs o'lchab berilgan, chegarasiz emas. 120 ga 80 mm ustunida yurganingizda 100 yil xizmat qilib beradi. 150 ga 100 mm simab ustunida yurganingizda 70 yil xizmat qilib beradi. 180, 200 ga 120 mm simab ustunida yurganingizda balkim 50 yil xizmat qilib berar, balkim undan ham kamdir. Shu nuqtai nazardan olib qarasak, umrboqiylik uchun, uzoq umr ko'rish uchun albatta qon bosimini nazorat qilish kerak. 120 ga 80 mm simab ustuni optimal hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.